to'rtinchisi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali So'rovchi til va fahm qiluvchi qalb egasi. Jibril olib tushgan narsalar haqida hamma narsani bilgan bilimdon. Ilm bog'ining raisi, nuroniy aql egasi. Dunyodan hech narsa olmagan, dunyo ham undan hech narsa ola olmagan zohid. Ilm va hikmat bulog'i. Olamlarning ayollarining sayyidasi Fatima Zahroning kuyovi. Islomdagi eng birinchi fidoi inson. Birinchi bo'lib iymon keltirgan yosh bola. Xulofoi roshidlarning orasida payg'ambar alayhisolatu vassallamga eng yaqini. Qazo, hukm ilmida musulmonlarning eng bilimdoni, ummatning eng rabboniy kishisi, tunlari rohib, kunduzlari ro'zador. Muhammad alayhisalomning tarbiyasida ulg'aygan, yigitlarning sayyidi, ikki rayhonning otasi, Abul Hasan Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. U kishini yaxshi ko'rganga Tubo bo'lsin, u kishini yomon ko'rganga Vayl bo'lsin. U kishining ilmiga olimlar muhtoj edi, u kishining zuhdiga, zohidligiga zohidlar muhtoj edi. Xulofoi roshidlarning to'rtinchisi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali So'rovchi til va fahm qiluvchi qalb